Bugun yana bitta mashina benzin muammosi bilan Captiva uchli motor 6 silindrli Porsche bilan mana muammo. Sinib ketgan. Hop, bu narsaga keladigan muammo, bular sepdan deb o'ylashgan. Sepdan ishga bermagan, lekin sepan bo'shab ketmagan. No, mashina zo'rgitsa qilgan. Ochib ko'rsak, muammo shunda, kompressor salkamroq. Endi cho'tka qilib beramiz. Kapitalni qilish shart emas, motor almashtirish shart emas. Gilzalar chizilmagan. Porsche ko'lsa qo'yib, galovkalarni qarab, chiroyli qilib yig'ilsa, salniklatorlar bilan hammasini cho'tka qilib, muammo bo'lmaydi. Captivachilarga samolyotchadan jo'natib qo'yamiz.